Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiya, nafaqa, ish staji va hujjatlar bo'yicha o'zgarishlar ko'pchilikning puliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa uchta sanani o'tkazib yuborsangiz, pensiyangiz kechikishi, kam hisoblanishi yoki qayta hisob kitob qilish uchun ortiqcha yugurishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, hozir ishlayotganlarga, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlarga, chet elda ishlaganlarga, fermer xo'jaligi, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki norasmiy ish tajribasi bo'lganlarga ham tegishli. Men bugun hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nimaga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa shoshilmasdan tekshirsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xato aynan mayda ko'ringan muddatlarda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shnilaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval pensiya masalasida ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam pensiya yoshiga yaqinlashganda mehnat daftarchasini, ish joylaridan ma'lumotnomalarni, arxivdan tasdiqlarni, ish haqi haqidagi hujjatlarni yig'ar edi. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, jarayon nisbatan oson kechardi. Kimning ish joyi yopilgan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxivga topshirilmagan bo'lsa yoki mehnat daftarchasida yozuv xato bo'lsa, ana o'sha odam ko'p ovora bo'lardi. Endi esa asosiy yo'nalish elektron ma'lumotlarga o'tmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik tizimi, davlat xizmatlari va boshqa bazalardagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmaydi. Ko'p ma'lumot avtomatik chiqadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar elektron bazada sizning ish stajingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, tug'ilgan sanangiz, ish haqi yoki to'langan ijtimoiy soliq bo'yicha xato bo'lsa, tizim o'sha xatoni ham hisobga olishi mumkin. Shunda siz ishlagan yillar ko'rinmay qoladi yoki pensiya miqdori kutganingizdan past chiqadi. Mana shu sababli 2026 yil uchun eng muhim ogohlantirish shuki, pensiya masalasini faqat pensiya yoshiga yetganda emas, oldindan tekshirish kerak. Men 3 ta asosiy sanani ajratib ko'rsataman. Birinchisi 1 yanvar 2026 yil. Ikkinchisi 1 aprel 2026 yilgacha bo'lgan tekshiruv davri. Uchinchisi pensiya yoshiga yetadigan shaxs uchun tug'ilgan kundan oldingi 3 oy va pensiya huquqi paydo bo'lgan kundan keyingi ariza topshirish muddati. Bu sanalar har xil odamga har xil ta'sir qiladi. Shuning uchun hozir ularni bittalab ochib beraman. 1 yanvar 2026 yildan e'tiboran pensiya tizimida elektron ma'lumotlarning ahamiyati yanada oshadi. Men buni oddiy qilib shunday tushuntiraman. Davlat sizning pensiyangizni hisoblashda faqat qo'lingizdagi eski qog'ozga emas, bazalarda turgan ma'lumotlarga ham tayanadi. Agar ish beruvchi siz uchun badal yoki soliq to'lagan bo'lsa, ish staji to'g'ri yuritilgan bo'lsa, ma'lumotlar mos bo'lsa, muammo kamayadi. Agar bir joyda familiya boshqacha yozilgan, pasport seriyasi eski qolgan, ish joyi davrina to'g'ri kiritilgan yoki umuman ko'rinmayotgan bo'lsa, keyin bu savol bo'lib chiqadi. Masalan, Dilbar opa 1998 yildan 2008 yilgacha tikuvchilik seksida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin sek keyin yopilgan. Elektron bazada esa bu davr ko'rinmasligi mumkin. Chunki o'sha paytda barcha ma'lumotlar hozirgidek raqamli yuritilmagan. Agar Dilbar opa buni 2026 yilda pensiya tayinlanadigan paytda bilsa, arxivga boradi, sobiq korxona hujjatni qidiradi. Guvohlar yoki qo'shimcha tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt oladi. Agar u 1 yanvardan keyin darhol tekshirsa va yetishmayotgan davrni oldindan aniqlasa, pensiya tayinlanishida kechikish xavfi kamayadi. Yana bir misoli. Aqmal aka 2015 yildan 2024 yilgacha rasmiy ishlagan, lekin bir ish beruvchi uni yarim stavka qilib ko'rsatgan, amalda esa to'liq ishlatgan. Pensiya hisobida ish haqi va to'lovlar muhim bo'lgani uchun kelajakdagi pensiya miqdoriga ta'sir bo'lishi mumkin. Aqmal aka shuni bugun ko'rib, ish beruvchidan ma'lumotnoma, hisob-kitob varaqalari, mehnat shartnomasi nusxasini olsa, ertaga o'z haqqini isbotlash osonroq bo'ladi. 1 yanvar sanasidan kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda 2026 yilda pensiya yoshiga yaqinlashadiganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida eski yozuvlari ko'p bo'lganlar. Uchinchidan, korxonasi yopilgan, nomi o'zgargan, xususiylashtirilgan yoki boshqa tashkilotga qo'shib yuborilgan joylarda ishlaganlar. To'rtinchidan,
yakka tartibdagi tadabbirkor bo'lganlar, o'zini o'zi band qilganlar, dehqon xo'jaligida ishlaganlar va chet elda mehnat qilganlar. Chunki bunday holatlarda staj va to'lovlar masalasi oddiy xodimnikidan ko'ra ko'proq tekshiruv talab qiladi. Kimlar hozircha kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz oxirgi yillarda faqat rasmiy tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi soliqlarni o'z vaqtida topshirgan bo'lsa, Maytonkugov uz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ish stajingiz ko'rinib tursa, sizda xavf pastroq, lekin baribir men tekshirmasdan o'tirmang deb maslahat beraman. Chunki bitta harf xatosi ham ba'zan odamni ortiqcha idoraga borishga majbur qiladi. Ikkinchi muhim muddat sifatida men 2 aprel 2026 yilgacha bo'lgan davrni alohida ko'rsataman. Bu sanani shunday tushuning. Yil boshida ma'lumotlaringizni ko'rdingiz. Endi aprelgacha xatolarni tuzatishga, yetishmayotgan hujjatlarni yig'ishga, ish staji bo'yicha bahsli davrlarni aniqlashtirishga vaqt ajrating. Chunki odam pensiya yoshiga yetganda emas, undan oldin tayyor bo'lsa, uning foydasiga ishlaydi. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo mehnat stajining uzilib qolishi. Masalan, mehnat daftarchasida 2000 bergan, mehnat daftarchasida 2010 fevralda ishga qabul qilingan deb yozilgan, lekin ishdan bo'shatilgan aniq muhr o'qilmaydi yoki buyruq raqami yo'q, yoki 2008 yilda bir tashkilotdan boshqasiga o'tgan. Lekin 2 oy oralig'ida yozuv qolib ketgan. Oddiy ko'rinishda bu mayda narsa, lekin pensiya hisobida har bir oy ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayniqsa minimal staj chegarasiga yaqin odamlar uchun bitta yil emas, hatto bir necha oy ham muhim. Keling raqam bilan ko'ramiz. Faraz qilaylik, Rustam aka pensiyaga chiqish uchun zarur stajga juda yaqin. Uning tasdiqlangan staji 24 yil, 8 oy chiqdi. Lekin eski korxonadagi 7 oy bazada ko'rinmayapti. Agar u o'sha 7 oyni isbotlasa, umumiy staj 25 yil 3 oy bo'ladi. Bu pensiya tayinlanishi miqdori yoki qo'shimcha hisob kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar u hujjatni vaqtida topmasa, pensiya kamroq hisoblanishi yoki jarayon cho'zilishi mumkin. Ayollar uchun ham muhim nuqtalar bor. Bola parvarishi, dekret davri, ishga qaytish sanalari. Ta'lim olgan davrlar va boshqa ijtimoiy davrlar har doim ham bir xil tartibda hisoblanavermaydi. Masalan, Shahnoza opa 1990 yillarda kollejda o'qigan, keyin bir necha yil ishlagan, keyin bola parvarishida bo'lgan. Uning qo'lida diplom bor, mehnat daftarchasi bor, lekin bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar eski. Familiyasi nikohdan keyin o'zgargan. Agar familiya almashgani nikoh guvohnomasi bilan bog'lanmasa, hujjatlar bir odamga tegishli ekanini isbotlashda savol chiqishi mumkin. Shuning uchun aprelgacha pasport, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari va mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarni solishtirib qo'yish kerak. Chet elda ishlaganlar uchun ham alohida ehtiyotkorlik kerak. Ba'zi davlatlar bilan ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuvlar bo'lishi mumkin. Ba'zilarda esa ish davri faqat ma'lum hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Masalan, odam Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin bu davr avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Ish shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar haqidagi tasdiq, tarjima va tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Men bunday odamga hujjatlarni oldindan tayyorlashni tavsiya qilaman. Chunki chet eldan ma'lumot olish bir kunda bitmaydi. Uchinchi eng muhim muddat shaxsiy sanadir. Bu sizning pensiya yoshiga yetadigan kuningiz bilan bog'liq. Men har doim odamlarga aytaman. Pensiya yoshiga yetadigan kuningizni kutib o'tirmang. Tug'ilgan kuningizdan oldingi 3 oy ichida barcha hujjatlarni tartibga keltiring. Davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish tartibini aniqlang. Elektron kabinetdagi ma'lumotlarni tekshiring. Nega aynan oldindan? Chunki pensiya tayinlashda arza sanasi, huquq paydo bo'lgan sana va hujjatlarning to'liqligi juda muhim. Agar siz pensiya yoshiga yetdingiz, lekin hujjatingiz yetishmadi, arxivdan javob kutyapsiz yoki ish beruvchi ma'lumotnoma bermayapti, jarayon cho'ziladi. Ba'zi hollarda pensiya keyinroq tayinlanadi yoki to'lovni olishda kechikish bo'ladi. Eng achinarlisi, odam o'z vaqtida murojaat qilmagani uchun o'ziga tegishli pulni kech oladi. Masalan, Nasiba opa 2026 yil iyunda pensiya yoshiga yetadi. U may oyida emas, mart oyidan harakat boshlashi kerak. Avvalo elektron ma'lumotlarni tekshiradi. Keyin mehnat daftarchasidagi barcha ish joylarini ro'yxat qilib chiqadi. Qaysi yil, qaysi korxona, qaysi lavozim, qachon kirgan, qachon chiqqan.
so'ng pasport, keyin shashir, mehnat daftarchasi, diplom, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat yoki boshqa ijtimoiy davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, barchasini yig'adi. Agar biror joyda muhr o'qilmasa yoki sana chalkash bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimidan oldindan maslahat oladi. Yana bir vaziyat. Baxtiyor aka pensiya yoshiga yetganini biladi. Lekin keyin boraman, hozir ishlarim ko'p deb 4-5 oy o'tkazib yuboradi. Natijada ariza kech beriladi. Har bir holatda qonuniy tartib alohida ko'riladi, lekin umumiy qoida shuki, odam o'z huquqini o'z vaqtida rasmiylashtirishi kerak. Men aynan shu sababli 3-sanani eng shaxsiy va eng xavfli sana deb hisoblayman. Kalendarda hammaga bir xil ko'rinmaydi, lekin har bir odamning puliga ta'sir qiladi. Endi istisnolarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim ham hamma masalani yopmaydi. Agar yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muhr tushunarsiz bo'lsa, tashkilot nomi hujjatlarda boshqacha yuritilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun daftarcham bor bo'ldi deb beparvo bo'lmang. Ikkinchi nozik jihat, ish haqidagi ma'lumot pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim odamlar stajni tekshiradi, lekin ish haqi davrlarini e'tiborsiz qoldiradi. Masalan, siz bir davrda yaxshi oylik olgansiz, lekin bazada past ko'rsatilgan yoki umuman ko'rinmaydi. Bunday holatda pensiya hisob-kitobida siz kutgan natija chiqmasligi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ma'lumotlarda arxiv masalasi ko'p uchraydi. Uchinchi nozik jihat, norasmiy ishlagan davrni keyin pensiyaga qo'shish juda qiyin. Agar odam 10 yil og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'lmasa. Bu davrni isbotlash oson emas. Shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlar ham bu videoni jiddiy qabul qilishi kerak. Bugungi norasmiy ish ertangi pensiyada bo'sh joy bo'lib chiqadi. 4-chi nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar to'lovlarni tekshirish kerak. Ro'yxatdan o'tgan bo'lishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Muhim savol. Tegishli davrlar bo'yicha to'lovlar qilinganmi? Ba'zida ko'rinyaptimi? Faoliyat davri uzilmaganmi? Masalan, odam 2019 yilda yat bo'lgan, keyin faoliyatini vaqtincha to'xtatgan, keyin qayta boshlagan. Pensiya hisobida aynan shu davrlarning hujjatli ko'rinishi ahamiyatli bo'ladi. 5-chi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi bo'yicha xatolar. Ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgarishi ko'p uchraydi. Ba'zan eski diplom bir familiyada, mehnat daftarchasi boshqa familiyada, pasport 3-chi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu yerda hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Ajrim bo'lsa, ajrim hujjati, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot. Aks holda tizim bir odamning hujjatlarini birlashtirishda savol qo'yishi mumkin. 6-chi nozik jihat, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va yoshga doir pensiya tartiblari bir-biridan farq qiladi. Ba'zi tomoshabinlar pensiya deganda hammasini bitta deb o'ylaydi. Aslida hujjatlar, shartlar, muddatlar va qayta ko'rib chiqish tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi, mehnat qobiliyati darajasi kabi omillar bor. Boquvchisini yo'qotganlikda esa qarindoshlik, qaramog'ida bo'lganlik, ta'lim olayotgan farzandlarning o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlar muhim. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqam va elektron kabinetdagi ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Agar xato ko'rsangiz, uni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam, ish stajingizni alohida ro'yxat qiling. Oddiy daftar yoki telefoningizda jadval oching. Har bir ish joyini yozing. Korxona nomi, ishga kirgan sana, bo'shagan sana, lavozim, hujjat turi. Keyin mehnat daftarchasi va elektron ma'lumotlar bilan solishtiring. Qaysi davr ko'rinmayotgan bo'lsa, yoniga belgi qo'ying. 3-chi qadam, hujjatlarni yig'ing. Asosiy hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikohi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi va ish staji haqidagi ma'lumotnomalar bo'lishi mumkin. Har bir odamning holati boshqacha. Shuning uchun hududiy pensiya jamg'armasi bo'limidan aynan sizga kerakli ro'yxatni so'rang. 4-chi qadam, arxiv bilan ishlashni oldindan boshlang. Agar eski korxonangiz yopilgan bo'lsa,
topilmasa kerak deb tashlab qo'ymang. Tuman yoki shahar arxiviga, tashkilot bo'risiga, yuqori turuvchi idoraga murojaat qilish mumkin. Ariza aniq yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz? Korxona nomi qanday bo'lgan? Lavozimingiz nima? Sizga ish staji yoki ish haqi haqida ma'lumotnoma kerak. Arizani umumiy yozsangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniqlik bu yerda juda muhim. 5-qadam. Ish beruvchingizdan ma'lumotlarni tekshirtiring. Hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, buxgalteriya yoki kadrlar bo'limidan siz bo'yicha mehnat shartnomasi, buyruqlar, ish haqi va soliq to'lovlari to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Bu uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz va kelajakdagi pensiyangizga tegishli masala. 6-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Davlat xizmatlari markazi MyDocument.uz pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari va hududiy bo'limlari orqali ma'lumot oling. Lekin men bitta narsani alohida aytaman. Ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum guruhlardan olingan gapni rasmiy ma'lumot deb qabul qilmang. Pensiya masalasida bitta noto'g'ri maslahat odamni o'ylar davomida ovora qilishi mumkin. 7-qadam. Murojaat qilganda yozma iz qoldiring. Og'zaki so'rab chiqib ketish boshqa. Ariza topshirib ro'yxatga oldirish boshqa. Agar siz hujjat topshirsangiz, qabul qilingan sanasi, ariza raqami, kim qabul qilgani yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Keyin jarayon cho'zilsa, sizda murojaat qilganingizni tasdiqlovchi asos bo'ladi. 8-qadam, ota-onangiz va yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksa odamlar elektron tizimni tushunmasligi mumkin. Ular mehnat daftarchasini sandiqda saqlab, hammasi joyida deb o'ylaydi. Siz esa ularning hujjatlarini bir marta tekshirib bersangiz, katta muammoning oldini olasiz. Ayniqsa 2026 yilda pensiyaga chiqadigan yoki qayta hisob-kitob so'ramoqchi bo'lgan yaqinlaringiz bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Men xavotir so'zini vahima ma'nosida ishlatmayman. Xavotir olish degani hozirdan tekshirish. Tayyorlanish, hujjatni joyiga qo'yish degani. Eng birinchi navbatda 2026 yilda pensiya yoshiga yetadiganlar harakat qilishi kerak. Keyin 2027 yilda chiqadiganlar ham bugundan boshlasa yutadi. Chunki arxiv, eski ish joylari, chet el hujjatlari tez topilmaydi. Agar sizda 35 yillik uzluksiz rasmiy staj bo'lsa, barcha ish joylari davlat tashkilotlari bo'lsa, ma'lumotlar elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, sizda muammo ehtimoli kamroq. Lekin bu tekshirmaslik uchun sabab emas. Men ko'p ko'rganman, odam o'zini to'liq tayyor deb o'ylaydi. Keyin familiyada bitta harf, ishga kirgan sanada bitta raqam yoki tug'ilgan sanada eski hujjatdan qolgan tafovut sabab savol tug'iladi. Agar siz yosh bo'lsangiz, menga hali 20 yil bor demang. Aynan hozir rasmiy ishlash, oylikni konvertda olmaslik, ish shartnomasini talab qilish, soliq va to'lovlar yuritilishini tekshirish kelajak pensiyangizning poydevori bo'ladi. Bugun 2 million so'm oylikning bir qismini rasmiy, bir qismini norasmiy olish qulay ko'rinishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisobida faqat rasmiy ko'ringan qism ahamiyatli bo'ladi. Xulosa shuki, 2026 yilda pensiya masalasida eng katta o'zgarishlardan biri ma'lumotlarning elektronlashuvi va hujjatlarning aniq bo'lishiga talab kuchayishidir. Siz 3 ta sanani eslab qoling. Yanvardan boshlab ma'lumotlaringizni tekshiring. Aprelgacha xatolar va yetishmayotgan hujjatlarni tuzatishga kirishing. Pensiya yoshiga yetadigan kundan kamida 3 oy oldin ariza va hujjatlar bo'yicha tayyorgarlikni boshlang. Men ekspert sifatida sizga eng sodda, lekin eng foydali maslahatni beraman. Pensiya pulini oxirgi kunda emas, bugun himoya qiling. Mehnat stajingizni tekshiring. Ish haqi ma'lumotlarini solishtiring. Eski korxonalar bo'yicha arxivga murojaat qiling. Familiya va pasportdagi tafovutlarni tuzating. Rasmiy manbadan maslahat oling. Sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarga yozing. Qaysi yil pensiyaga chiqasiz, hujjatingizda muammo bor, ish stajingizda uzilish bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam yutadi. Kech qolgan odam esa o'z haqini isbotlash uchun ko'proq ovora bo'ladi.